Assalomu alaykum. O'zbekiston ahli, O'zbekiston Bosh prokuraturasi, O'zbekiston Bosh ichki ishlar vazirligi. Najm Bashar ag'ajim, kilichga shunaqa. Ismim Jahongir. Xullas, video murojaatim aynan sizlarga bo'ladi. Menda miyada bitta savol juda ham qattiq aylanib qoldi. O'zbekistonda konstitutsiyasi bilan qonunni ajrata olmay qoldim men. Ya'ni hamma narsa meni foydamga haq, lekin qaror chiqarilyapti, men nohaq. Ana o'shanga kim javob bera oladi? Ya'ni profilimda videolarim turibdi, har bittasi. Demoqchi bo'layotganim, militsiya xodimlariga aynan mansabini suiiste'mol qilib, bitta erkakni chestini yo'qotib, ko'zini oldida xotinini emchaklarini ushlab voyaga yetmagan farzandlarini oldida bir ayol kishi bilan jinsiy aloqada bo'lish, bu qonun posboni. Ularga hamma narsa mumkin. Xuddi shunaqa narsalarni qildi. Men живой свидетельman. Menda kamerada zapislar har bir narsasi turibdi. Aynan Qoraqalpog'iston Respublikasi Mang'it shahri Amudaryo tumani Mang'it shahri Navoiy mahalla fuqarolar yig'ini uchastka nozirlari Berdax, keyin Xorazmlik Mokri Asfaltset nimasi bor. Profilimda suratlarni hammasini qo'yib borganman. Oybek ismli milisi, ularni boshlig'i. Ya'ni men haq joyimda meni nohaq qilishdi, qo'limdagi materiallarimni tortib olishdi. Menda yana bir nusxasi bor. Lekin ular har doim haq bo'lib chiqyapti. Men shuncha materialim bilan qandoq men nohaq bo'lishim mumkin? Menga nohaq qaror chiqishi mumkin. Bir qarori bilan meni tanishtirdi, bir boshqa narsa bilan. Ichkariga kirgizishdi. Bizda O'zbekistonda hali ham bormi yoki kuch ishlatar tizimi? Nega bu oddiy men fuqaroman, meni bular kirgizib preslashdi, boshqa qildi. Men majbur bo'ldimki O'zbekistondan chiqib ketishga. Qaysidir bloger, qaysidir mana men seni himoya qilaman, haqiqatan haqman desa, mana men ko'rishishga tayyorman. Bitta barmoqqa bitta qo'l tikaman. Erkak gap. Kesin xohlaganim bilan xohlagan joyda ko'rishaman, xohlagan joyda nima qilaman. Men haq bo'lib O'zbekiston qonunni olib qarasa, qonun, konstitutsiya kitoblarimiz bor, hammasini o'qib 4 ta kitob turadi. Uchastkavoy nozirlar oldi. Har birini o'qiganimda meni foydamga haq, lekin men nohaq qilib ular meni olib borib tiqadi. 3 sutkalab, 4 sutkalab faqat preslaydi. Nega unaqa qilishadi? Savol. Mana men tayyorman. Xohlaganim bilan xohlagan joyda video vizitda bo'lsin, nima bo'lsin, qayerda menga qilganini men dokazat qilib bera olaman. Endi O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, O'zbekiston Respublikasi Bosh ichki ishlar vazirligi. Men portallar sizlarga yozganman portal. Men uchastka nozirini ustidan yozyapman. Uni ustidan kimdir shug'ullanish kerak, lekin yana o'sha meni yozganim uchastka nozirini qo'liga borib tushyapti. U o'zini foydasiga hal qiladi ko'p narsani. Bu o'sha jihatlarini bir ko'rib chiqishinglarni iltimos qilaman. O'zbekistonda erkaklar xor bo'lyapti. Eshitayotgan tepadagilar, men sizlarga aytay, O'zbekistonda erkaklar xor bo'lyapti. Yana bitta masalani ko'rib chiqishinglarni so'rayman. Er-xotin ajrashsa, bolalar davlat qaramog'ida bo'lishini xohlab, onasi ham aliment to'lasin, otasi ham. Mayli onasi to'lamasin, otasi to'lasin. Ikkala unisi ham borib ko'rsin. Bolalarni, farzandlarni qalqon qilib erkak kishini sindirish niyati. Unaqa bo'lmaydi. Bu ketishda
xonavayron bo'ladi O'zbekiston. Ishoninglar, xonavayron bo'ladi. Mana men qaysi bir bloger, yana aytaman, qaysi bir ichki ishlar, qaysi biri 24/7 internetim yoniq. Kimdir xabarlashsa, mana через internet liboy bilan gaplashaman. Agar o'sha gaplaringga asos bormi deb mendan material so'rasanglar, o'sha materialni beraman. Bitta tashab beraman. Mana bitta O'zbekistonning qonunini men fuqaro sifatida ko'rishni xohlayman. Fuqaro sifatida insoniylik jihatdan O'zbekiston qonun 100% to'g'ri ishlayapti. Mana men shu narsani ishlataman, mana o'sha kitobda yozilgani bo'yicha nuqtama-nuqta ishlataman deydigan ichki ishlar bo'lsin, bosh prokuraturasi bo'lsin. Mana men bitta militsiyalardan aziyat chekkan, kuch ishlatar tizimdan aziyat chekkan fuqaro bittasi men. Nohaq qilishdi meni. Lekin men haqman. Allohning oldida haqman. Materialim ham bor. Haqligimga baribir qachondir vaqti keladi, bu narsa so'rab ol. Odam nimaga jinoyat qiladi? Haqligini dokazat qila olmagandan keyin u qasos olish fikri keladi miyasiga. Qasos olish. Ana undan keyin jinoyat bo'ladi. Misol, men haqman, meni oborib preslayapti haqligimni dokazat qilmoqchiligim uchun. Keyin meni fikrimga nima keladi? Uni o'ldirish keladi. Nega deganda men haqman, nohaq bo'lib qoldimda haq bo'lib. Mana shu jihatlarini bir ko'rib chiqishinglarni so'rayman. Bu portal bo'lib, nomiga portal emas. Bu militsiya portalga odam nega murojaat qiladi? Militsiyalardan aziyat chekkanida o'sha yerda kimdandir najot so'rab murojaat qiladi. Lekin bu yerga portaldan odam kelmasa, men 3 martalab, 4 martalab, 5 martalab yozdim. Qoraqalpog'iston Respublikasining Nukus shahri bosh MVD nimalariga ham bordim. Yo'q. Hech qanaqa foyda bo'lmadi. Hech kim gaplashmadi. Hech kim nazariga ilmadi. Nega deganda birovga tanish bilish ishi bityapti. Bizga o'xshagan tanish bilishi yo'qlar ko'chada qolyapti. Hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, shaxsan ko'rib chiqishingizni men juda ham xohlayman. Shaxsan ko'rib chiqishingizni.